Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog qilamiz. Qani ketdik. Bugun ishim, obedgacha, keyin obeddan keyin o'qishim bor. Yo'l-yo'lakay ertalabdan qaysi ishlarni bajarishimni reja qilib ketaman. Mana taksiga ham chiqib oldim. Bu taksida menga eng qulay metroga boraman. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Metroga ham kelib oldim. Ishxonam Bobur parkda joylashganligi uchun Maksim Gorkiy metroga tushib, Drujbadan chiqaman. Metrodan chiqib avtobus kutish uchun ostanovkaga o'tdim. 126 bilan 76 ga chiqa olmasligim uchun ularni o'tkazib yubordim. 81 ga chiqdim oxiri. Yo'l yurib, mo'l yurib, ishxonaga ham yetib keldim. Sekin xonaga ham kirib oldim. Shunaqa qilib ishlarni ham boshlab oldim. Ishlarimni bitkazib, sekin o'qishga ham yo'lga chiqdim. O'qishda liftimiz buzilibdi. Biz shunaqa qilib lestnitsadan chiqdik. Darslarni ham boshlab oldik. Shunaqa soliq to'g'risida bugun mavzu bo'ldi. Bugun bizda bitiruvchilar bor ekan, shunaqa fotosessiyalar qilishdi. Qarasam, obed bo'lib qolib, bufetga kirib, qornimni to'ydirib chiqdim shunaqa. Obedlanib darsga kirdim. Institutdan chiqib, Ekobozorda o'tirdik. Ekobozordan chiqqunimcha kecham tushib ketibdi. Shunaqa qilib bugungi kunim tugadi. Paka-paka.